o'chib qoldi. Men gapirmayapman, lekin Qimirlamayapti. Lekin ekrandagi jinni gapiryapti. Bu biz emasmiz. efirni o'chirishdi. U bizga yaqinlashyapti. Izohlarga qaranglar. Muxlislar, efirni o'chiringlar. Orqangiz eshik o'zi bilan o'zi qulflandi. Kamera chirog'i esa biz tomonga emas, burchakdagi soyaga qarab burilyapti. U yerda bizning kiyimimizda turgan 5-qiz bor. Uning yuzi yo'q. U uzoqqa yozyapti. Men har doim guruhingizda bor edim. Endi biringizning o'rningizni olaman, deydi. To'xtanglar. Qaysi biringizning o'rningizni? Jenni, nega orqangizda turgan soya sizga qo'lini uzatyapti? Chiroq butunlay o'chdi va efirda faqat bitta ovoz qoldi. Endi men Jenniman. Mavsum yakuni final qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling.